qishloq topib, o'sha qishloqni kuchaytiramiz. Spawn degan joyga qaranglar. Dahshat. Nega shunaqa qorlik buyumlar shunaqa joylarda yashash yoqtiradigan bachchalar bo'lsa, mayli, siddi olishingiz mumkin. Kakras qishloq. Oh, Blacksmith probably. Yaxshi emas. Saqotobdi uzr. Butun qishloqni shu 100 kun buyoqda video 100 kun buyoqda video qilaman degan xayolim bor. 100 ichida ko'ramiz. Nimalar qildik. Qishloqqa evolutsiya qilib, dragonni o'ldirib, vizirni o'ldirib, bekonchalar bilan hamma joy chiroyli qilishimiz. Lekin boshida ko'rib turganlaringizda Action and Stuff modini o'ynayapman. Yangisi emas. 1.8 tushunasizlar. Diamond. O'zi biz nezarga ketib bilamiz. Qishloqdagi galima tegmaymiz, chunki galim ham kerak. Nari uyda. Akasiz bo'lib maqlubsiz. Gidayam bu. Trade qilib ham olsa bo'ladi. Shudan bir narsa bo'lish kerak. Kitobni ko'rib, tavsiyalarga tushib ketdi. Уже yedadan nima yo'q hozircha. Bitta narsa biza bu qishloqni atrofini o'rab shunaqa ishlar qilishimiz kerak. To'g'ri, sal g'alati eshitiladi. Minecraft'larga bu qishloq nima uchun kerak lut qilish uchun deysizlar. Bu safar biz qishloqni evolyutsiya qildiramiz-da. Bunga 15 ta jeleza. Yana biza skin ana bunlarni territoriyalarni to'ldirish kerak. Shunaqa ishlar qilamiz kerak 100 kun davomida. Mayli sal resurs to'playmiz, 1-2 kun o'tkazib, keyin sizlar ko'rsan nimalar kelganini. Ishonasizlarmi yo'qmi, erinmasdan 5 stak daraxt yig'di.
Hammasini taxta qilish kerak. Mayli, o'zgarisdan taxta. Yana hammasini taxtadan qilib olaylik. Beshtaga. Odam shunday yig'lagisi kelar ekan. Buncha charkol nima uchun kerak deysizlar? Butun territoriyani yoritib chiqmoqchiman. Ana endi bo'lsa uzoq yillik shaxtaga ketamiz. Shaxta uchun ham kerak. Mayli, ko'rishamiz. Ana biz qurgan shaxta. Mana shuncha tosh shotircha bor. Bir shaxtdan sal chiroyliroq qilganimdan keyin butun boshli shaxtani ko'rsataman. Ana shaxta ham tayyor. Hozircha qilib biladigan narsalarimdan taxladim. Oxiri shu yo'q davom etadi. Buni ustamga qarab, mana pastga qarab davom etadi bu yoq. Endi qishloqni shunchaki oddiy devorni o'rab, keyin atrofi sal chiroyliroq qilsa ham bo'ladi. Nima deysiz? 6 kun 6-kunga shaxta tayyor. Mayli, nima qilishimni ham kelgan payt aytaman. Ungacha shunchaki daraxt yig'ib o'tiramiz. Daraxt avval ekish ham kerak. Chunki o'shaga qaranglar, naryoqda hech narsa qolmadi. Ana bizdan hamma jitili shu yoqda ekan. Ba'zilar bu yoqda bir kishi o'tiribdilar bu. Ba'zilar bu yoqda, ba'zilar u yoqda, hammasi shu yoqda xulosa. Shu atroflarda. Brat kartoshkaga nima ekan? Yaxshi. Ugrga. Yelaring. Tashladim hamki yo'q bular. Bular ham yesin biror narsa. Shaxta. Judayam ancha vaqtim ketdi. Judayam ancha emas. Vaqtim ketdi. Hay mayli. Davom ettiramiz. Bu bizni shu village'dagi vijanamiz, 100 kunlik vijanamiz birinchi qismi edi. Sizlar bilan men Shadow Blaze yetaverdim. Xullas, xayr, sog' bo'lasizlar.